Bir kunga boshliqning o'rnida bo'lib qolganingizda nima qilardingiz? Men agar bir kunga boshliq o'rnida qolganimda hech narsa qilmasdim. Ishlar yaxshi ketyapti, boshqaruv joy-joyida. Faqat bir oyda bir marta yaxshi ishlagan bolalarni rag'batlantirib turardim. Bolalarni 24 soat ishlatardim, o'shimdan bermasdim bolalarga. Savolni zo'ri bo'ldi. Avvalambor men shu boshlig'imdek boshliq bo'lishni orzu qilaman. Hozirda o'zi shuncha ishchini ta'minlab qo'ydi. Bundan-da zo'r ish qilib, bundan-da katta natija erishishga harakat qilardim. Agar men boshliq o'rinda bo'lganimda, shu yerda ishchilar hammasiga Ucho'g'lon fermasidan, do'kon nomidan bittadan futbolka, 50 bittadan kepka qilib, hammasiga bir xil forma qilib berardim. What? Shu Botirjon ishdan qayta o'rgan bo'lardim, bolaga kechgacha shu ertalabgacha bo'lsam ish qildirib yurardim shu. Men boshliq bo'lib qolganimda shu ishxonada bar kamchiliklar to'ldirib yurishga harakat qilardim. Nice. Men boshliq o'rnida bo'lganimda bolalarni bir hafta dachaga olib chiqib dam oltirib, yaxshi qarab olib kelgan bo'lardim. Shuntaga ketdik endi dachaga.